Eng xavfli narsa bilmaslik emas, bilmasligingni bilmaslik. Pul psixologiyasi, ko'r-ko'rona ishonish xavfi. Bir yoshli bola dunyoni tushunmaydi. Pul nima, kredit nima bilmaydi. Dadasi nega ertalab ishga ketishini ham. Lekin bu degani u yashashni bilmaydi degani emas. U atigi 1 yil yashagan bo'lsa ham dunyo haqida o'zining tasavvurlariga ega. Jumladan, choyshab odamni issiq saqlaydi, ona bag'ri eng xavfsiz joy, xurmoning mazasi yaxshi va hokazo. Biz ham aynan 1 yoshli bolaga o'xshaymiz. Pul, bozor, kelajak haqida hammasini bilmasak-da, to'xtamaymiz. Bilmagan joylarimizni taxminlar bilan to'ldiramiz. Shuning uchun ham insonlar prognozlarga ehtiyoj sezishadi. Masalan, biror kompaniya aksiyasini sotib oldingiz va aksiyalarning tez orada o'sishiga umid bog'ladingiz. Hatto bu ehtimol 1% bo'lsa ham ishonishda davom etasiz. Chunki endi faktlarga emas, o'sha umidga bog'lanib qolgansiz. Achinarlisi shundaki, eng yomon prognozlarda ham biroz o'sish kuzatiladi degan gapdan boshqa gap aytilmaydi. Inson bu uydirmaga ishongisi keladi. Chunki bundan-da noxush hodisa sodir bo'lishini kutishning o'zi og'riqli. Xulosa, kelajakni bilaman deganlarga emas, bilmayman deyishga jur'at qilganlarga ishon.